qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. 5 kishi bo'lib kelib, o'g'lim urib dabdala qilib, bansiga yotqizib qo'ydi. Bansida yotibdi o'g'lim. Lekin men xayolimga ham kelmagan bank xodimlari davlat ishlabdi deb o'zimizani yedisi. Yo'q, pulni moshina bersin, bo'ldi, shu bergan pulni bersin. Hozir mashinam qayerda, nima bilmayman hech narsani. Avtosalonda 105 million qarzdorlik. Bunaqa muttahamchilik bo'lmaydi-da. Lekin men bu pulni qayerdan olib to'layman? Ha, mashinam yo'q. O 20 metr nariga qochib ketadi o'sha bank xodimi. Qayerga borishimiz kerak? Navbatdagi murojaat yuzasidan Toshkent shahriga bordik. Murojaatchilarning aytishicha, Toshkentda yashaydigan bir fuqaro yuzlab insonlarni mashina oldi-sotdi masalasi bo'yicha aldab, avtomobilga va unga to'lanayotgan kredit puliga qo'shtirnoq ichida uxlatib ketgan. Kreditga olgan mashinalarini go'yoki Otabek ismli fuqaroga sotgan murojaatchilarimiz mashinalardan ayrilganlari kamdek avtoulovga doir barcha qarzdorliklar o'z bo'ynlarida qolganini aytishmoqda. 2024-yil 12-noyabr kuni Said Akbarov Otabek degan bolaga o'zimga tegishli bo'lgan avtomashinam 965 Aykar Cherry berdim. Bankka bor edi. Bankini berishdan oldin video tasma qilib kelishuv qilganmiz. Menga $1000 pul berdi. $1000 pul berib turib, 2 oy ichida mashinamni o'z nomiga aformant qilaman, rasmiylashtiraman dedi. Keyin avtosalondan 115 million avtosalon qarz shartnomasi bor edi. Uni ham 4 kun ichida o'z bo'ynimga olaman degan. Mana oradan vaqt o'tdi. Hozir o'zi yo'q, Otabekni mashina ham yo'q hech qayerda. Mana 3 oydan beri bank yozyapti, pashti 30 milliondan oshgan qarzdorlik. Avtosalonda 105 million qarzdorlik. Ichki ishlariga berdim Mirzo Ulug'bek tumaniga. Lekin hech qanaqa rezultat bo'lmayapti. Hech narsa ko'rishmayapti. Ariza qilganimga уже pashti 1 oy bo'ldi. Salkam 1 oy bo'ladi, hadimi. Hech qanaqa rezultat yo'q. 500 millionga yaqin. 500 million. 500 millionga yaqin. Общий shu vaqtda menga. Lekin men bu pulni qayerdan olib to'layman? Na mashinam yo'q. Na to'lovlarni qilmayapti. Mana o'zi ham yo'q, bekin olgan. Qayerga Xudo biladi endi. Yerga kirib ketdimi, osmonga uchib ketdimi? Yordam berishligini so'rayman. Misol uchun yana bir murojaatchi avtomobilini shu fuqaroga sotib bo'lgandan 1 oy o'tib, mashinasini qaytarib olib kelib bergan. Lekin mashina jihozlari kechib olingan. Diskasi yo'q, motori dabdala bo'lib ketgan, hadoylik ko'p narsasini yechib olgan. Kondisionerlarni yechib olgan. Mashinani olib keldi o'g'lim. Keyin o'g'lim menga jahl qildi-da, "Ada mashinani mana beruvdi, shuncha narsasini yechib olibdi, shuncha narsasi yo'q" deb kunduzkini Otabekga telefon qilib, Otabekni ozgina ikkalasi telefonda g'ijillashganda 5 kishi bo'lib kelib, o'g'lim urib dabdala qilib bansiga yotqizib qo'ydi. Bansida yotibdi o'g'lim. Ya qilganman 02, 4 martadan 02 qildim. Biror marta foydasi bo'lmadi. Yo'q, foydasi bo'lgani yo'q. 4 martadan 02 qildim bo'ldi. Mashinangiz bor ekan sizda, men to'lovlarni qilaman. Ko'nni salondagi summangizni ham yopaman, ile bankdagi nimani ham yopib, mashinani o'zim nimamga o'tkazaman. Kelishaylik dedi. Yo'q bo'ldi, opaginam siz menga ishoning, men sizni aldamayman, men unaqaman, bunaqaman deb ishontirib keldi. Hozir mashinam qayerda, nima bilmayman hech narsani. Mashinam topilsin. Hozir menga bankdan, salondan qarzdorlik kelib yotibdi. Otabek degan bola chiqdi. U meni o'sha mashinamni olib ketdi, 16 mingga narxladi-da, olib ketdi. Xullas banklarning pulini o'sha 5 million 700 dan Kapital bankka to'lab yuraman dedi. Hammasini to'layman u bu dedi. Xullas hozirgi kecha kunduzda mashinani topa olmayapman. 3 oydan beri mashina ketdi sarson sargardon. Keyin Shahantovur xodimlariga ham mana shu narsa ariza ayolim bilan chiqib tashadi. 20-chida arizani yozuvdim. Buni Xulosa berishmadi. Yo'q. Xudo xolos ko'rilyapti, hammasi yaxshi bo'ladi bu deyishdi. Shu bo'ldi. Endi o'zbekimiz shirin so'zga shaydomiz. Ishonib yurimiz, Xudo xolos bir nima bo'lib qolar. Mana hozir mashinam topa olmayapmiz. Qizig'i shundaki, murojaatchilarning aytishicha, hammani aldab ketgan fuqaroni aloqa bank xodimlari tavsiya qilgan. Lekin men xayolimga ham kelmagan bank xodimlari davlat ishlabdi deb o'zimizani yedisi.
Biz ham O'zbekiston fuqarosi biz. Qayerga borishimiz kerak? Tirikchilik qilamiz, olganmiz mashinani. Bola chaqamiz ham boqamiz, olganmiz. Bularga harom-xo'rligi mashinani berib qo'yib yediramiz, olmaganmiz-ku. Bunaqa muttahamchilik bo'lmaydi-da. Bu vashchi endi men O'zbekistonda yashaymiz-ku. Bank xodimlariga siz aytdingizmi? Qanaqa odamga uchradi? Ha, men aytdim, bank xodimlariga aytolman, borsam hozir 20 metrdan qochib ketadi o'sha bank xodimi. Endi menga o'xshaganlarni men o'zim eshityapman, Mirzo-Ulug'bek rayonida o'zi bir 50 taga chiqqan. Shoyxon tovurda bir 7-8 ta odam. Olmazorda 5 ta odam. Bu bizni biladiganimiz. U mashinalarni olgan odamlar bor. Hali sotib olgan odamlar bor mashinalarni. 20 ming dollarlab, 30 ming dollarlab odamlardan pul olib ketgan. Shu yerda ko'rib turibsiz, Namangandan ham bo'lgan. Namangandan kelgan. U Namanganda siz ko'rayotganingiz bor, hozir bitta odam kelgan, ikkita odam kelgan. Bitta odam keldi. Menimcha 30 ta bo'lsa kerak men. Shunaqa eshitdim-da. Yana bir murojaatchiga esa aytilayotgan Otabek ismli fuqaro mashinani sotib, pulini olib, avtomobilni qaytarib olib kelib berish bahonasi bilan olib ketgan. Keyin esa na pulni, na avtomobilni qaytarib bergan. Shag'antov rayonida turaman. Otabekdan mashina olgan edim 2 yilga 750 dan deb. 8 oy haydadi, pulni berib yurdim. Ertasi kuni almashtirib, to'lanmagan ekan, bank mashinasi bo'lgan ekan-da. 2 oy to'lanmagan ekan, egasi o'zi xohlayapti haydashni deb olib ketdi. Ertasiga boshqasini olib kelib beraman. Shu bilan ertaga mana qilib telefonlarni o'chirib topa olmayman. Bo'ldi shu. Siz eslayapsiz hozir. Hozir shu bergan pulimni qaytarib bersa, men mashinani o'tkazib bera olmas ekan u. Mashinani olib ketgan. Yo'q pul, yo'q mashina bersin. Bo'ldi, shu bergan pulimni bersin. Namanganlik yana bir fuqaro ham Otabekdan avtomashina sotib olgan. Kelishilgan pulni olib bo'lgan Otabek mashinani oluvchining nomiga o'tkazib bermay qochib yurgan. Unga aytdik, aformat qilib ber, o'tkazib nomimizga. Mashinani qolgan pulini to'lab olib ketaylik desak, yo'q, hozir yo'q, u opam nomida, yoqda edi, bu yoqda edi, opam hozir yo'qlar deb vaqt o'tdi. Mana shu may oyida, may oyining oxirlarida kelib uyda dadam bilan gaplashib, bu mashinani biz olib ketamiz. Bu bizning mashinamiz, bu rozisidagi mashina deb dadam bilan gaplashgan. 02 qilib ichki ishlar xodimlari kelgan, mahalla raisi kelgan bu yerga. O'sha kuni biz voqea joyiga yetib keldik. Kelsak, Toshkent shahrida yashovchi fuqarolar, notanish fuqarolar va bitta ayol kishi uyga kelib janjal qilayotganiga guvohi bo'ldim men. O'sha kuni xonadon egasi Ahmadxon akaning onalari, mazalari bo'lmay qoldi o'sha janjaldan keyin. Janjalning asosiy sababi avtomashina, Kia rusumli avtomashinasini 10 sotdi haqida ekan. Uni surishtirganimizda Toshkentda yashovchi fuqaro Ahmadxon akaning ukasi Maqsudov Mavlonxon akaga 23 ming AQSh dollarga kelishib mashinani baholab sotgan ekan. O'shandan keyin mashinani oldi sotdida 15 ming dollar pul berib, mashinani o'z nomidan rasmiylashtirish uchun notariusga boradigan vaqtda Toshkent fuqarosi mashina meni singlim nomida, singlim hozir notariusga kela olmaydi degan javobni bergan. Undan keyin Mavlonxon aka 8 ming dollarni ushlab qolib, qachon mashina o'zim nomimga rasmiylashtirildi degan bo'lsa, o'shandan keyin qolgan pulni beraman deb mashina olib kelgan. Keyingi o'sha kunda mayli biz 8 ming dollar yo'masam olib beramiz. Siz yo'masam mashina oformini qilaylik. Hozircha mana texnika nimasi onlayn oformlashsa bo'ladi, rasmiylashsa bo'ladi. Qilaylik desam, yo'q, mashinani Toshkentga olib ketamiz degan nimalar bo'lgan. So'zlar bo'ldi. Keyin mahalla profilaktika inspektori bilan biz birgalikda kelishib, mashinani hozirda jarima maydoniga tortib qo'yganmiz. Yo'q, 15 ming dollar yo'masam qaytib bering, biz mashinani olib beramiz. Unga ulamadi. 8 ming dollar yo'masam xo'p biz beramiz, yo'masam mashinani hozirroq rasmiylashtirib bering. Hech qaysi tomonga ko'rmayapti hozirga. U olgan pulini 15 ming dollarni qaytarishga hali qaytargani yo'q. Yo'q, mashinani o'tkazib bermayapti. Nomimizga. Namangan viloyat hokimligi, Namangan viloyat ichki ishlari, Namangan viloyat prokuraturasidan shuni iltimos qilib so'raymizki, shu masalani oxiriga yetib hal qilib berishlarini so'rayman. O'zbekistonning turli hududlarida yashaydigan fuqarolarni bir inson aldab, qariyb 1,5 milliard so'mga tushirib ketganini aytayotgan murojaatchilarning ichki ishlar boshqarmalariga bergan arizalari hali ham javobsiz qolayotgani hayratlanarli. Biz esa tegishli tashkilotlardan ushbu murojaatni bee'tibor qoldirmasliklarini va qonuniy tartibda chora ko'rib berishlarini so'raymiz.